Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan yana men Ahmadulla Sharifman. Bugun ishdan so'ng uyda kelib, qozonda yigitchasiga tuxum pishirish jarayonini sizlar bilan ko'rsatib o'taman. Lekin negativ yozish yo'q, og'aynilar. Endi biz bilasiz, hayotimizda esdalik uchun mana shu YouTube'ga yuklab qo'yamiz. Qiziqarli bo'ladigan umiddamiz. Albatta o'z fikringizni yozasiz. Like'larni bosib, o'z fikringizni yozib, yoqsaga albatta xursand bo'lamiz. Biz esa ketdik. Laylog'ini qo'yib oldik, mana tuxumni olib kelib oldik, mana tuzimizni ham qo'yib oldik, mana tavorimizni qo'yib oldik. Hozir xudo xolasa moyni olib kelib, moyni solamiz va tuxumni pishiramiz. Mana do'stlar, moyimizni ham soldik. Endi bilasiz, moyni solish jarayonida telefonni ushlab bo'lmaydi. Shuning uchun moyni ham soldik. Endi hozir moyimizni qizdirib olib, undan keyin tuxumimizni solamiz. Xo'sh, mana tuxumimizni ham soldik. Yigit kishini pishirishida endi bilasizlar, bugun bir tuxum pishirish havas qildim. Har doim ham o'zim qilmasdim ovqatni. Bugun tuxum pishiraman dedim. Mana tuxumni pishirib, ikkita tuxumni pishirdi, qanday chiroyli tuxum aliga bo'ldi. Menga yoqdi. Albatta fikrlarni yozib qo'yasizlar. Yoqimli ishtahamaga deb qo'yamiz. Mana buni ikkinchi tuxumdan qoldik, uni birinchini baqa oldik. Hammalarga esa yoqimli ishtaha qo'yamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar, biz nasib bo'lsa mana shunaqa kunlarimiz o'tadi, ishdan kelamiz. Ertalab soat 8 dan ishga ketib, kechqurun soat 6:30 uyga kelib, keyin harakat qilib, asta-asta kunimiz o'taveradi. Xo'p, hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilarimiz, biz mana liga qilib boryapmiz. Xo'p, keyingi videolarimizda yana uchrashguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni albatta qo'llab-quvvatlaysizlar. Shu kanalimiz rivojlanib, yana ham baland cho'qqilarga chiqish nasib qilsa, sizlar bilan Ahmadulla Sharifov barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda xallashib qolaman. Omon bo'lasizlar. Gazimizni o'chirib olamiz. Gazni o'chirib oldik. Salomat bo'lasizlar, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Ahmadulla Sharifov bilan omon bo'lasizlar. Turkiyadan barcha O'zbekiston ahliga, vatandoshlarimizga salomlar. Ham barchangizlar bizga salom, qaynoqli salomlar yo'llab qolamiz. Omon bo'linglar.